Sharqi Turkistonning Chapchal nahiya Qaynoq yezisida bir uyga o't ketdi. O't ketgan vaqtda bu uyda odam bor yo'qligi noma'lum. Mahalla xalqi o'zligidan yig'ilib bu o'tni o'chirgan. Doirlar bu voqea haqida hech qanday tushuntirish bermadi. Kanadada yashayotgan Xitoy tadqiqotchi Şövinjang Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlari haqida olib borgan tadqiqotida kishini hayron qoldiradigan ma'lumotlarni e'lon qildi. Sharqi Turkistonda 1 milliondan ortiq kishining yig'ilish lagerlarida tutib turilayotganligini Xitoy inkor qilayotgan bir paytda Şövinjang 2017-yil 4-oydan burunqi va hozirgi sunniy hamra rasmlarini selishtirish orqali yig'ilish lagerlarining qanday selinayotganligi va kengayotganligini o'tirg'i chiqardi. Sharqi Turkistonda assimilyatsiya siyosati yurgizayotgan Xitoy kommunistlari Uyg'ur tilini ma'rif sistemasidan chiqarib tashlab, Xitoy maktablarini ochmoqda. Shuning bilan birga Uyg'ur farzandlar ustidagi zulmmi kuchaymoqda. Sharqi Turkistonda Xitoycha o'rganishga majburlangan bolalar Xitoy o'qituvchilarining tayoq va dashnamlariga uchirmoqda. Sharqi Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash buningga qarta noroziligini bildirib mundaq dedi. Uyg'ur bolalarga dars o'tgan atalmış o'qituvchilar Xitoy ma'rif sistemasining chirikligini yana bir qatim oshkorladi. Kishilar ovozni chiqarishga petinolmayotgan Sharqi Turkistonda Uyg'ur bolalarining qanchalik xo'rlik ichida ekanligini tasvirlashga til ojizlik qiladi. Bu fojiaga qarshi biz birlik va ittifoqlik hosil qilib, Xitoyga noroziligimizni bildirishimiz kerak. Xitoy Amerikaning Tayvanga qurol sotganligiga norozilik bildirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang Beijingda o'tkazilgan kundalik muxbirlarni kutilish yig'inida Amerikaning Tayvanga qurol sotganligidan qattiq bearam bo'layotimiz va buningga qat'iy qarshi turamiz dedi. Fransiya prezidenti Makron 73-navbatlik Birlashgan Davlatlar Tashkiloti qurultayida so'z qildi. Amerika va Isroiliyaning o'rta sharqdagi harakatlariga norozilik bildirgan Makron, tek tarafli qarorlar yoki Falastin xalqining haq huquqini oyoq osti qilib turib, tinchlikning amalga oshmaydiganligini aytdi. Makron yana qo'shni bo'lib tinchlik ichida yashaydigan loyihaning o'rnini bosa oladigan boshqa bir hal qilish chorasi yo'q dedi.